qanday qilib uy sharoitida birinchi yordam ko'rsatish mumkin? Tana harorati ko'tarilishi qo'shilsa, albatta shifokorga zudlik bilan murojaat qilish kerak. Migren kasalligini qaysi omillar qo'zg'atishi mumkin? To'liq davosi bormi? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan sefalgiya, ya'ni bosh og'rig'i to'g'risida gaplashamiz. Bosh og'rig'i nima? Bosh og'rig'i boshning bir yoki bir nechta qismida bo'ladigan og'riqlarga bosh og'rig'i deb aytamiz. Xalqaro tasnifga ko'ra bosh og'riqlari ikkita katta guruhga bo'linadi. Birinchisi birlamchi bosh og'riqlari, ikkinchisi ikkilamchi bosh og'riqlari. Birlamchi bosh og'rig'ida bosh og'rig'i asosiy kasallik hisoblanadi. Ikkilamchi bosh og'rig'ida boshqa kasalliklar hisobiga kelib chiqadi. Birlamchi bosh og'riqlariga siz bilan biz yaxshi biladigan migren kasalligi, zo'riqishdagi bosh og'rig'i va shunga o'xshash kasalliklar kirsa, ikkilamchi bosh og'rig'iga bosh miya jarohatlari, qon bosimining ko'tarilish kasalliklari, bosh miya o'sma kasalliklari, meningit, ensefalit, qon tomir kasalliklari va shunga o'xshash bir necha kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'ining klinikasi qanday bo'ladi? Bu ko'pchilikka juda ham qiziq. Bosh og'rig'ining klinikasi bu boshning bir yoki bir nechta qismida, ya'ni peshona, chakka, ensa, tepa shu qismlarda bo'ladi. Og'riqlarga bosh og'rig'i deymiz. Bosh og'rig'ining xarakteri tibbiyot xodimlari uchun juda ham muhim. Chunki og'riqning turiga, qandayligiga, qachon boshlanishi, qanday davom etishi, shunga qarab turib biz kasalliklarni ajratib olishimiz mumkin. Bosh og'rig'i, ya'ni sefalgiya xarakteriga qarab pulsatsiyalovchi, urib turuvchi, misol uchun migrenga xos. Ikkinchisi sanchuvchi, ezuvchi, o'tkir sanchuvchi turlarga bo'linadi. Joylashgan joyiga, ya'ni lokatsiyasiga qarab bir tomonlama, ya'ni gemikraniyalgiya deymiz, bir tomonlama bo'ladigan, ikki tomonlama peshona, ensa sohasida, chakka sohalarida joylashgan bo'lishi mumkin. Og'riqlar davomiyligiga qarab sekin-asta paydo bo'luvchi, soatlab davom etuvchi, kunlab davom etuvchi yoki to'satdan boshlanuvchi, kuchli namoyon bo'luvchi og'riqlarga bo'linadi. Sizlar bilan bugun bir tomonlama bo'ladigan, ya'ni gemikraniyalgiya, migren kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Migren bu nevrologik kasallik bo'lib, tez takrorlanadigan, boshni aynan teng yarmida namoyon bo'ladigan, sekin-asta kuchayib boradigan kasallikka aytiladi. Migren kasalligining sababi, aniq sabablari shu paytgacha aniq emas. Lekin ayrim nazariyalarga ko'ra, migren kasalligining birinchi keltirib chiqaruvchi omil bu genetik kasallik, ya'ni irsiy moyillik bo'lishi mumkin. Ikkinchisi trigeminal vaskulyar tizimni faollashuvi. Uchinchisi serotonin ishlab chiqarishning o'zgarishi, ya'ni serotonin miqdorining o'zgarishi sabab bo'lishi mumkin. Kasalligidagi og'riqning o'ziga xos xususiyati bu boshning teng yarmida sekin-asta kuchayib boruvchi og'riq, og'riqning 4 soatdan 72 soatgacha davom etishi, og'riq paytida, kuchaygan vaqtida ko'ngil aynishi, qusish darajasigacha, hatto yorug'likda og'riqning kuchayishi holatlari bu kasallikka xos belgi. Bu kasallikning tashxisida, diagnoz qo'yishimizda birinchi o'rinda anamnez katta rol o'ynaydi. Chunki migren kasalligi bilan kasallangan bemorlarning deyarli 50-60% vaqtida shifokorga murojaat qilmaydi. O'zi bilib bilmasdan og'riq qoldiruvchi, qon suyultiruvchi, asablarni tinchlantiruvchi dorilarni ichib yurishga majbur bo'ladi. Keyinchalik bemorlarda kuchli bosh og'rig'i dori-darmonlar natijasida ham qolmasa, ilojsiz ravishda tez tibbiy yordamga murojaat qilishadi yoki nevropatologga murojaat qilishadi. Bunda bemor migren kasalligining surunkali formasiga o'tganligi aniqlanadi. Migren kasalligining to'liq davosi bormi? Migren kasalligi tashxisini qo'yish uchun albatta bu og'riqni boshqa kasalliklardan farqlab olish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Albatta uzoq vaqtdan beri bosh og'rig'i bilan shikoyat qilgan bemorni bosh miya kompyuterli tomografiya tekshiruvi, MRT yoki MSKT tekshiruvidan o'tkazdirib olish shart. Sababi ayrim bosh miya organik kasalliklarda ham bosh miya o'sma kasalliklari, bosh miya travmalari,
va shunga o'xshash kasalliklarda ham migren kasalligining og'rig'iga xos og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. MRT va MCKT tekshiruvlari bizga migren kasalligining bosh miya organik kasalliklardan farqlab olish imkoniyatini beradi. Migren kasalligini qaysi omillar qo'zg'atishi mumkin? Eng ko'p sabab bo'luvchi omillarni sizlarga sanab o'taman. Birinchisi stress omillari. Ikkinchisi bu uyqusizlik holatlari. Uchinchisi issiqda yoki quyoshli joylarda, ochiq joylarda ko'p yurish. Keyingisi bu vaqtida ovqatlanmaslik migren kasalligini qo'zg'atuvchi omillar hisoblanadi. Migren kasalligida qanday qilib uy sharoitida birinchi yordam ko'rsatish mumkin? Birinchi o'rinda qiladigan narsamiz bemorni qorong'i, yorug'ligi kam bo'lgan joyga, tinch muhitga yotqizdiramiz. Ko'zlarini yumib dam olishni tavsiya qilamiz. Bemorga dori vositalari berish mumkinmi? Albatta berish mumkin. Uy sharoitida bemorga migren boshlangan paytida, og'riq kuchaygan paytida ibuprofen yoki paracetamol tabletkasini tavsiya qilishimiz mumkin. Agar migren kasalimizda og'riqlar juda ham kuchli holatda, ahvoli og'ir holatda bo'lsa, shifokor maslahati bilan triptanlar berishimiz mumkin. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Birinchi marta boshda kuchli og'riq odatdagidan farq qilsa, og'riq vaqtida hushdan ketish holati kuzatilsa, og'riq bilan birgalikda nutq va harakatning buzilishi kuzatilsa, bemorga og'riqqa tana harorati ko'tarilishi qo'shilsa, albatta shifokorga zudlik bilan murojaat qilish kerak. Sizda yuqorida sanab o'tilgan bosh og'riqlardan qaysi biri mavjud? Agar savollaringiz bo'lsa, kommentga yozing, savollaringizga javob beramiz. Keyingi mavzumiz qaysi nevrologik kasallik to'g'risida bo'lishini xohlaysiz? Kommentga yozing. Albatta sizlarga to'liq ma'lumot beramiz.